Bechora dadam. Hech tinmaydilar. Farzand onasiga yaxshi ko'rishni ayta olar ekan-u, lekin otasiga ayta olmas ekan. Bugun men dadamni yaxshi ko'rishimni aytaman. Dada, Ha oğlum? sizni yaxshi ko'raman. Sani kayfing bormi? Yo, isitmang bormi? Yo'q, hammasi yaxshi. Ha, video ko'ryaptim. Men ham seni yaxshi ko'raman bolam. Otalar o'zini yaxshi ko'rishini ayta olmaydi bolalarga. Lekin ota yurakdan yaxshi ko'radi. Ota yagona Yo'q, dada, video emas. video emas. Shunchaki yurakdan aytyapman. Yurakdan yaxshi ko'rar ekansan, shu paytgacha nimaga aytmading? Hey, shantaj. Buni olib borib qo'y. Qaychini. Podvalga bor. Onasidan o'rgangan bular shantaj. Bolalarim nimagadir meni gapimga kirmaydi. Hammasi onasiniga kiradi. Dada sizni yaxshi ko'raman.